Assalomu alaykum aziz avtomobil ixlosmandlari. Bugun siz bilan ko'pchilik kutayotgan yangiliklardan biri 2026 yilgi Chevrolet Nexe haqida batafsil gaplashamiz. Nexe nomi O'zbekistonda deyarli hammaga tanish, chunki u yillar davomida ishonchliligi, arzon xizmat ko'rsatishi va kundalik hayotga mosligi bilan mashhur bo'lib kelgan. Yangi 2026 Nexe esa bu an'anani saqlagan holda, zamonaviy talablar asosida sezilarli darajada yangilangan. Avvalo, Nexe tarixi haqida qisqacha to'xtalsak, bu model ilk bor 1990 yillarda paydo bo'lgan va turli avlodlar orqali bozorda mustahkam o'rin egallagan. O'zbekistonda esa Nexe, ayniqsa Nexe 2 va Nexe 3 modellari bilan juda katta mashhurlikka erishdi va ko'pchilik uchun birinchi avtomobil bo'ldi. 2026 yilgi yangi Nexe esa oldingi avlodlardan farqli ravishda yanada zamonaviy platforma, yangilangan dizayn va yaxshilangan texnologiyalar bilan taqdim etilmoqda. Tashqi ko'rinishiga qaraydigan bo'lsak, avtomobil ancha chiroyli va zamonaviyroq ko'rinadi. Old qismidagi panjur agressivroq shaklga ega, faralar esa LED texnologiyasi bilan jihozlangan bo'lib, avtomobilga qimmatroq va ishonchli ko'rinish beradi. Yon tomondan qaralganda silliq chiziqlar va muvozanatli proporsiyalar Nexe'ni o'z sinfidagi boshqa sedanlardan ajratib turadi. Salon ichiga kirganimizda esa sezilarli o'zgarishlarni ko'ramiz. Oldingi Nexe'larda oddiy bo'lgan interyer endi ancha zamonaviy, markaziy konsolda katta sensorli multimedia ekran, raqamli ko'rsatkichlar paneli va qulay joylashtirilgan boshqaruv tugmalari mavjud. Materiallar sifati ham yaxshilangan, o'rindiqlar esa uzoq yo'lda ham charchatmaydigan qilib ishlab chiqilgan. Texnik jihatdan 2026 Chevrolet Nexe ko'pchilik uchun sinovdan o'tgan va ishonchli bo'lgandir. 5 litrli benzin dvigatel bilan taklif etilishi kutilmoqda. Bu motor shahar sharoitida ham, trassada ham yetarli quvvat beradi va yonilg'i sarfi ham juda tejamkor, o'rtacha 7-8 litr atrofida bo'lishi mumkin. Uzatma qutisi sifatida mexanik va avtomat variantlari bo'lishi ehtimoli katta. Bu esa xaridorlarga o'z ehtiyojiga mos tanlov qilish imkonini beradi. Haydash jarayonida Nexe yumshoq osma tizimi tufayli notekis yo'llarda ham qulaylikni saqlab qoladi. Rul boshqaruvi esa yengil va tushunarli. Bu ayniqsa yangi haydovchilar uchun katta plus hisoblanadi. Endi uni o'xshash avtomobillar bilan solishtirib ko'rsak, masalan Chevrolet Cobalt, Ravon 4 yoki boshqa budjet sedanlar bilan raqobatda yangi Nexe o'zining yangilangan dizayni, zamonaviy saloni va yaxshilangan xavfsizlik tizimlari bilan ajralib turadi. Narx masalasiga keladigan bo'lsak, rasmiy narx hali aniq e'lon qilinmagan bo'lsa-da, 2026 Nexe avvalgi modellarga o'xshash tarzda aholining keng qatlamlari uchun qulay va raqobatbardosh narxda taklif etilishi kutilmoqda. Bu esa uni yana eng ko'p sotiladigan avtomobillardan biriga aylantirishi mumkin. Xavfsizlik tomonlama ham avtomobil ancha rivojlangan. Apps, xavfsizlik yostiqlari va haydovchiga yordam beruvchi bir nechta tizimlar bilan jihozlanishi kutilmoqda. Bu esa oilaviy foydalanish uchun ham uni ishonchli tanlovga aylantiradi. Umuman olganda, 2026 Chevrolet Nexe bu shunchaki eski modelning davomchisi emas, balki zamonaviy dizayn, ishonchli texnika va qulay narxni birlashtirgan yangi avlod avtomobili bo'lib, u yana ko'plab